Assalomu alaykum Avtosel 077 kuzatuvchilari. Bugungi kechki sotuvimizga Lada Priora mashinasini olib qolganmiz. Ko'rishingiz mumkin, ko'rib baho berib qo'yasizlar, holati ideal holatda. Kalirovkalar qo'yishgan ekan. Balon holatlari yaxshi holatda, bemalol qishda chiqarib olsalar bo'ladi. Shu yo'la elektr tomonga holatlari 3000 probeg. Soatlar, mer soatlar qo'yishgan. Zavodskiy bo'ladi. Orqadan ko'rinishlari akkuratni qo'yishgan ekan. Bagajga necha kelar, kattaligini qaranglar. Samolyot qo'nsa bo'ladi. Insinerda taxlab qo'yishibdi. Motor holatlarini ko'rishingiz mumkin. Motorlar qo'yishgan ekan, umuman rasxoti yo'q, yog'i yemaydi. Hadovoylari joyida. Narxini $3700 baholashyapti. $2000 puli borgan, nasiya savdoga ham berilaveradi. Pastga nomerlar qo'yib qo'yaman. Aloqaga chiqib gaplashib olsanglar bo'ladi.